Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugundan boshlab Yoshlar ovozi yangi programma elib maqmoqda. Har qanday sohalarda faoliyat elib mengayotgan aka-hadlarimizni, yoshlarimizni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat, biz bilan ham suhbatda bo'ling. Hozirgi qiyin zamonda xalqimizni ish o'rinlari bilan ta'minlashni o'ylashtiryapmiz. Boş iş o'rinlari haqida ma'lumot bersangiz e'lon qilamiz. Suhbat beraman desangiz yoki yaqiningizga tavsiya qilaman desangiz bizning adresimizga u kishining telefon raqamlarini avtib qo'ysangiz bo'ladi. Yoshlar ovozi sizlardek kasb egalariga, mutaxassislarga muhtoj. Sizlardan bizning ezgu boshlanmalarimizni qo'llab berishinglarni umid qilamiz. Bizning studiyamizda Gayit Frahim, doktor feldsher. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush ko'rdim. O'zingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Mening ismim Gayit Frahim Arkinog'lu bo'ldi. Men 1994 yılı 20 avgustda Qizildi mayilda dunyoga keldim. Balliq chig'im Qizilda o'tdi. O'zim Guldala yezdiga 21-o'tira maktabida Uyg'ur sinfini bitirdim. 11 yil Uyg'ur sinfi o'qib, Talg'ir natijasining cho'ng bir Uyg'ur tili adabiyotini Olimpiyadaga berib, ikkinchi o'ringa olib keldim. Ailem tanishtirib aytsam, biz semyada 3 bola, akam, singlim, men. O'zingizning semyaringiz bor? Semyarim bor. 2013-yili o'ylandim. Hozirgi vaqtda 2 bolam bor. Qizim 5 yoshda, o'g'lim 3 yoshda. Maktabni tugatgandan keyin qaysi yuqorgi oliy o'qishlarga tushdingiz? Maktabni bitirgandan keyin 2012-yili Isik shahridagi meditsinskiy kollej o'qish o'rniga tushdim. U o'qish o'rnida 2012-2015-yili o'qib 2015-yili tamomladim. Siz Isikdagi kollejni o'qidingiz, yerda qaysi kasbni o'qidingiz? Meditsina ichidagi. U yerda men feldsher kasbini tanladim. Hozir tushunib kelsangiz feldsherda. Feldsher kasbi u mushu skorda ishlaydigan kasb. Birinchi ekstrem pomosh deydi. Birinchi ekstrem pomosh kursidan ash kasbni o'zimga yiqib, ash kasbni tanladim. Hozirgi maktab bitirayotgan yoshlarimizga doktor bo'lish uchun qaysi o'qish o'rnini tavsiya qilasiz? Hozirgi yoshlarimizga 11ni bitirayotgan fuqarolarimiz tavsiya qilgan medikul RMK u yoqda 9dan keyin 4 yil o'qiydi. Yoki bo'lmasa 11ni bitirib tushman deganlar bo'lsa, u 3 yil o'qiydi. U yoqni bitirib tamomlab, yuqorqi cho'ng o'qish o'rinlar bo'lsa, Asfendiyarov bor. U o'qish o'rnida 11 yil o'qiydi. U yerda уже yoshlarimiz qaysi professiya ko'ngil tatidi, ashuni uchisi bo'ldi. Kichik bolalarni qaraydigan pediatr va xirurg yoki bo'lmasa terapevt boshqalar. U oliy o'qishlarda grant bormi? Ya'ni UBTda qancha ball olish kerak grantga tushish uchun? U o'qish o'rnida grant bor. Tushish uchun hozir UBTdan 110-115 ball yuqori bo'ladi. Universitetni tamomlagandan keyin qayerda dastlabki ishni boshlashga bo'ldi yoki praktika? O'qishni tamomlagandan keyin yezlarda mahallada ishlagan turist deb o'zim o'ylayman. Nimishga desangiz, endi bu yerda yezlarda yoki bo'lmasa skorida unda ishlagan vaqtda praktika jiq oldilar. Teoriya qaram, praktika skorida jiq bo'ldi. Yoki yezlarda. O'zingiz qayerda ishladingiz? Men o'zim o'qishni tamomlagandan keyin 2015-yilda tamomlagandan keyin o'z mahallamda Qiziltida ashada doktorda o'zim xizmat qildim. Ashaga kirib xizmat qildim bugungi kungacha. Hozirgi ahvolda koronavirus to'g'risida biroz so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Hozirgi joqdayda koronavirus hammasi bildi uni. Qozog'istonda qiyin bo'lib ketdi. Hozir og'riq, pnevmoniya o'tib COVID degan. Onun to'g'risi aytib ketsam, uning birinchi simptomlari temperatura bo'ldi. Yo'tal, birinchi 3 kunda temperatura, undan keyin yo'tal yo'tildim. Bu kasalning qanday oldini olish bo'ldi? Oldini olish birinchi o'chirt adam bo'lsa o'zini зависит
иммунитет бағыныштылық, здоровое питание дейді ғой. Ашу, яна болса маска қалаш, талақ шыққанда еке магазин қоям, башқа бір адам жық болған еке басы маска тақаш, қолдарыны обработка, қолын жуш, антисептик бірінші очередь ашу деп ойлаймын. Маска тоғырлық, яна масканы қанша сағат өткеп тұрыш керек? Яна қайда тақаш болды, қайда тақыма қойса болды масканы? Маска болса, масканы әр 2-3 сағаттың өткеш керек, әр 2-3 сағат уақытта. Масканы, мәселен, докторға, еке башқы белеге, адам жық белеге баған вақты кеш керек. Яңғыз болғанда, ол әнде кешкі кемесін болды. Иммунитетini қандай көтерсек болды? Иммунитетini көтеріш әнде дұрыс здоровое питание. Бірінші очередь, яны болса спорт түрде. Сізге біздің программамыз яқтымы? Бізге деген тілектеріңіз бар ма? Сәлем программамыз бірінші қытын кеп тұрмын бүгін. Сізге тілейдім, мұшы программа қадым алдығы басы өсін. Алла тағалам нұры яусын сізге. Сізге тілейдім, ешқатшы сағымдау ағырмалы. Kendinize köprü rəhmət.